Ma bugun ishtimni kaptikan to'g'ri qiynalgan. Bunun qiynalganligini ko'rsanglar hayron qolasizlar. Hamda boshqalarning ishtimishlarga bunday kun kam bo'lsin. Ma ko'rsatib tapiray. Mana bizning tatgan rasmda bu kelgan vaqtda ma balasining badani chiqib bo'libdikan sirtqa. Ondan ma beshi shu to'g'ri o'tolmay, to'g'ri yo'l tuzuk ichilmay, butunlay ichilanmay mishaq qisilib turib qolibdi. Badan sirtda ma beshi ichida. Ondan bosh suyi yerilib bo'libdikan, endi bu to'ngin kashni tatib bo'lgan ekan. Bu kichik ishninki hamda hayotga xavf yetib bo'libdi. Lekin buni ilib etmasa, ma cho'ng ishninki hayotim xavf yetgan bo'lgan ekan. Egiz tatib chiqaramman ekaptikan. Muşnu qanday qilsak bo'ladi. Endi bizmi tatib baqdi, tasdiq chiqmaydi ekan. Biz amal qilmaymiz, qo'saqnashdik, qo'saqnachib operatsiya qilib elvatdi. Endi men cho'ng ishninki hayotini saqlab qolaldik, lekin kichik ishninki vaqt bilan uzrab ketgachga. Endi jang turolmaylam ketib qoldi. Shunga bu yalda mushta qo'saq ko'targan ishtimish qulab qaz diqqat qilib qo'yinglar. Endi beshi tug'ib keyni kelganda jeni qanmay, mavdu yetmay, mush to'g'ri qiynalgan ishlar qilsa, ishtik to'xtagan o'tiranglar. O'zi uzoq turib ketsa, o'zining hayotiga ham xavf yetadi, bolasining hayotiga ham xavf yetadi. Adam degan o'zining manfaati uchun ham ishni qildi ekan. Mushitning egisimi 4-chi qitim akilshi ma'lum. Oldi kuchli qitimning hammasida biz qo'saqni ichib, to'g'ri qiynalib hammamiz qitimda. Bolasini appagan to'q. Endi ma qitimni ma ish chiqib ketdi ekan. Biz beshitlam degan birinchi qitimda. Sen tug'dima biz mushni xabarlar operatsiya qildilar. Desak, men tug'dirib satsdim buni deb o'zi satrashgan odam. Uni mushni o'ydi beqib qo'yib, mush ko'paytib setib pul topilgan odamkin. Shunga hargiz operatsiya qildi. Maqtimmi? Uni baliyat qo'llardan azroq masala chiqib ekan desak, yo'q, men toza tug'dirman deb yonash taqib ketdi. Men bu daqtim kasb bu ish qanday olib qoldi bir narsa bo'lmaydi. Endi insofsiz odamlar bak chiqqan.